Qadrli xorijdagi vatandoshlar jamoat fondi O'zbekiston badiiy akademiyasi bilan hamkorlikda O'zbekiston yosh rassomlar nigohida 3-xalqaro onlayn ijodiy ishlar tanloviga start berilganligini ma'lum qilamiz. Tanlovda 3 yosh toifasidagi iste'dod egalari ishtirok etishlari mumkin. Buning uchun talabgorlar tegishli anketani to'ldirishlari hamda nizomda belgilangan mavzular yuzasidan ijodiy ishlarni onlayn tarzda yuborishlari kerak bo'ladi. Ishlar joriy yilning 20-maydan 10-iyun kuniga qadar qabul qilinadi. Ijodiy ishlar O'zbekiston badiiy akademiyasi a'zolari, O'zbekiston Respublikasi xalq rassomlari, shuningdek madaniyat va san'at sohasining nufuzli vakillaridan iborat ijodiy kengash tomonidan baholanadi. Hurmatli vatandoshlar, tafakkuringiz mahsuli bo'lgan sof va samimiy tuyg'ularingiz jarang sochgan asarlaringizni taqdim eting. Har bir yosh toifasidan bittadan g'olib fondning turli loyihalari doirasida O'zbekistonga sayohat yo'llanmasi bilan taqdirlanadi. Tanlov shartlari bo'yicha batafsil nizomda tanishib chiqishingiz so'raladi. Barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz.